O'lim qo'rquvi eng asosiy belgilaridan biri miokard infarktini. Ya'ni og'riq bo'ladi, yurakning qaysi qismida bo'lganligiga qarab tarqaladi. Asosan chap qo'l tomonga. Sovuq ter bosadi. Bundoq qilsangiz sovuq holsizlik bo'ladi. Ba'zida ko'ngil aynishi bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng asosiy yordam bu odamni sekin yotqizib qo'ying. Ikkinchisi, agar ko'ylaklari, galstuk siqib turadigan narsa bo'lsa, sekin ochib qo'ying. Uchinchisi, shamol, havo. Bu siz qilishingiz mumkin bo'lgan yagona yordam. Avvalambor albatta yurakni davolash emas, uni asrash kerak. Xotirjamlik, har kuni 40 minut, 50 minut piyoda sayr va albatta o'sha bobolarimiz aytgan mahsulotlar, quritilgan mevalar va mana shu mevalarning hammasi Numa kompaniyasi taqdim etayotgan Cardio Control tarkibida bor. To'liq ma'lumot uchun havola orqali o'ting.